5. bölüm Hac. Hacning sirlari, fazilatlari, adablari va shu qatorliq masalalar. Hac qilishni iroda qiluvchi ishni avvalo tavba qilishdan boshlashi. Bar bo'lsa zulm qilib ilib olgan narsalarni egisiga qaytarishi. Qarzlarini ado qilishi, hajdan qaytib kelguncha nafiqasi o'ziga yuklangan kishilarning nafiqalarini tayyorlashi va ilkidik omonatlarni egalariga qaytarish kerak. Bixillik qilmay, yeniga hajga berib qaytqucha o'zi kangri yeb ichishga yetgudak va yo'qsullar g'amxo'rlik qilolgudek halol pul-mol ilib olishi, misvak, targ'oq, aynak va surma qutisiga o'xshash lozimatliklarni yeniga silib olishi, hajga atlanishdan oldin sadiqa qilishi, agar narsalarni ortqil bira uloq ijaraga olgan bo'lsa, uloqqa ortadigan cho'ng kichik, ig'ir yenik hammini uloq egisi ko'rsatish kerak. Bir kishi İbn Mubarakka, Allah onunğa rahmet qilsin, bu bir parça terini palaniga alg'ash barsangiz deganda İbn Mubarak, men uloq egisidan ruxsat so'rab baqay degan edi. Yani o'ziga yordam qiladigan, yaxshilik suyar, untug'anda asiltib qo'yadigan, aslisi yordam beradigan, ko'ngil g'ashlikda sabrga undaydigan yaxshi hamroh tepish kerak. Safarda o'xshamagan ko'z qarashlar tufayli yuz bergusi qilaymiqanchiliklarning oldini olish uchun boshliq tayinlashga to'g'ri keladi. Safardoshlar axloqiy eng go'zal va hamrohlariga kuyimchan kishini o'zlari boshliq qilg'ay. Boshliq bo'lg'uchi bo'lsa, safardoshlarga yumshoq qo'l bo'lishi, ularning manfaatini yoqilishi va o'zini ularga qalqon qilish kerak. Safar jarayonida yana yaxshi so'zlarni qilish, osh taom berish va go'zal axloqni namoyon qilish kerak. Safar insonning tabiatini oshkorlaydi. Kishini har taraflama charchitadigan safar jarayonida go'zal axloq ko'rsatadigan kishi turg'un turmushdimi go'zal axloqliqdir. Debdilarki, agar bir kishini turg'un turmushda muomala qilib baqqanlarmi, safardoshlarimi maqtasa, u kishining yaxshi kishi ekanligiga shak qilmanglar. Yo'lovchi safarga chiqmaydigan do'st va qarindoshlar bilan xo'shlashqay. Ulardan duo talab qilg'ay va safarga payshanba kuni atiganda atlanqay. Uydan chiqmay turib 2 rakat namoz o'qig'ay. Ahl ta'alluqatini Alloh taolo omonat qo'yg'ay. Uydan chiqqanda, uloqqa minganda va uloqdan tushganda o'qiladigan zikr va duolarni o'qig'ay. Bu duo va zikrlar haj faoliyatlar bayon qilingan kitoblarda bordir. Shuningdek, ihrom bog'lash, tavof qilish, Safa va Marva orasida sa'iy qilish, Arafat tig'ida turish va uningdan boshqa haj jarayonida o'qiladigan zikr, duo va adablarning hammasiga rioya qilg'ay. Bular fiqh kitoblarida to'liq tilga ilingan bo'lib, shu kitoblardan istalgay. Muxtasar Minhajul Qasidin. İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.